Assalomu alaykum. Всем hammaga assalomu alaykum. Masjid qurilishida. Mana qabriston, yalang'och qabristonni yonida ekan. Buning ichida nima bor deb qiziqqanlarga zinapoya bor buning ichida. Xo'p. Tomda steyashkasini qo'yib bitirdik. Xudo xolasa ozgina bo'lsa ham hissamiz tegyapti. Bu qabristonda judayam sportga foydasi tekkan. Sportni rivojlanishiga, MMA'ga kirib kelishiga, O'zbekistonda ofitsialni bo'lishiga sababchi Osiyo aybi Murodxon To'rayev yotibdi ekan bu yerda qabristonda. Bu masjidga juda ko'p yordami tekkan deb aytishdi domlalar. Rahmatlidir. O'zini ko'rish nasib qilmadi, lekin kunda kunora qabristonga kirib turamiz. Qabriga borib Qur'on tilovat qilamiz.